masjidni ichidan ko'rinishi. Katta bo'lmasa ham shinamgina. Lekin mana bu bitga necha endi mana bu bitga. Shuni qarang, zo'rligini. Mana o'sha Ar-Rahman masjididamiz hozir Makkadagi. Bu Jiddaga ham yaqinroq. Bu masjidni asosiy me'morchiligi bilan o'zi ajralib turar ekan. Dengiz masjidi deb aytishar ekan. Tozaligini qaranglar, mashalloh. Qaniydi. Shuna mahalladan chiqsa-da, shunaqa masjid bo'lsa-da. Mana masjidni uzoqdan ko'rinishi. Shunaqa ham zo'r bo'ladimi? Toshkentning chang havolaridan keyin